ota-onalar, qani sizlar, bormi sizlar? Aynan sizlarni farzandinglar uchun xorijiy tillarga yo'naltirilgan xususiy maktabni tekin joydan topib qo'ydik. Iqro liderlar maktabi. Ko'ramiz. Iqro xususiy liderlar maktabida huquq, tarix, ona tili, adabiyot, kimyo, biologiya aniq fanlari, gumanitar fanlardan esa ingliz tili, rus tili, ingliz tili, koreys tili, turk tili, hattoki xitoy tili ham kiradi. Hurmatli ota-onalar, Iqro liderlar maktabining asoschisi Aziz akam qisqa va lo'nda qilib ota-onalarga informatsiya beradi. Bizni xususiy maktabimizda Nulovoydan 11-sinfgacha bo'lgan o'quvchilarimiz xorijiy tillar yo'nalishi bo'yicha mukammal tarzda dars olishadi. Nulovoydan. Hamda ertalab 8:00 dan 17:00gacha 2 mahal ovqati ichida hamma darsliklari bilan birgalikda tahsil olishadi. Xo'p, Aziz aka, aningni bizlarning obunachilar uchun, ota-onalarimizni farzandlari uchun qanaqa imtiyoz qilib berasiz? Imtiyozni bombasini qilib beraman. Boshlang'ich sinflar uchun 5 ta imtiyozli tekin o'qitamiz. 5 ta yuqori sinflar uchun sizni profilingizdan kelgan o'quvchilarni tekin o'qitib beramiz. Hurmatli obunachilar, hurmatli ota-onalar, boshlang'ich sinf uchun 5 ta imtiyozli tekinga o'qitib bersa ekan. Yuqori sinfdagi ham 5 ta imtiyozli tekinga. Ota-onalar, faqatgina bitta sharti bor ekan. Sharti shuki, Iqro liderlar Instagram profiliga va bizning Instagram profiliga obuna bo'lib qo'yasizlar. Kommentariyaga o'z farzandlaringizni ismini qoldirasizlar. Iqro liderlar xususiy maktabining manziliga keladigan bo'lsak, Shahri Sabr shundoq qilib Qoq markazida joylashgan Ipak ko'chasi, Navruz bog'ini ko'pchilik biladi. Navruz bog' shundoq qilib yo'l yuzida. Farzandingizni kelajagiga befarq bo'lmang. Hammangizni kutib qolamiz.